Bir qizning Allohdan boshqa hech kimdan umid kutmayman degan vaqti hayotida ishongudek birlarining qolmagan vaqtidir. Bir qizning qaqoqlab kulib turib, "Bo'ptila" degan vaqti bu ish tugidi deganidir. O ishni sizga demisimi, o ish o qizning nazarida tugidi demakdir. Bir qizning umidini, muhabbatini tugashtirdig'ini qarish tarafning tushungan qiyofatga kirib olib, uni hech ko'rgan vaqtidir. Muhabbatni siz boshlatishingiz mumkin, ham yana siz sabab og'irlishi mumkin. Qiz ishonch qilgan yerda umid bog'lar ekan. Qiz ishonch qilgan yerda puraklab achilar ekan. Qiz ishonch qilgan yerga muhabbat berar ekan. Qizni umididan urmang. Qizni baribirlarga tushirib qo'ymang. Qiz qalbi nozukdir, gul kabi. Qiz muhabbati haqiqidir, sap oltin kabi. Qiz qalbini haqiqati bilan, haqiqatingiz bilan tushunishga tirishing. Ko'zidan qalb nidosini anglang. Quloq selang, ko'ziting, suying, suyuling. Qiz ayalgan, asralgan, tushunilgan, ishonch olgan yerda umrini, arzuyini, xiyolini, hammani taqdim etar ekan. Bir bo'lish, biz bo'lish uchun bir umr sadoqati, samimiyati, mehr muhabbati, fidokorligi, aqli ham ruhi bilan